Paxtabod tumanidagi Qashqar mahalla fuqarolar yig'inida 749 ta xonadonda 3356 nafar aholi istiqomat qiladi. Mahallaning 6 ta ko'chasini to'liq qamrab olgan ichimlik suv tarmog'i avval 100% suv bilan ta'minlangan edi. Biroq vaqt o'tishi bilan eski tarmoq ishdan chiqdi va hozirda bu tarmoq demontaj qilinib, 800 metrdan 1 kilometrgacha yangi ichimlik suv tarmog'i tortilyapti. 2010-yilga kelganmiz, ko'chib, chiroyli uylarga. Suvlardan rosa qiynalganmiz. Xudoga shukr, mana yaxshi kunlarni ham ko'ryapmiz. Viloyat hokimimizga ham rahmat. Chiroyli suv quvurlarini qilib beryapti. Endi mana suvdan ham qiynalmaymiz, Allohga shukr. Mana shu daraxtlarimizni paqirlab, suv ko'tarib ko'kartirganmiz. Mana shu tepangizdagi alichani ham, orqangizdagi teraklarni ham salqinlar bo'lsin deb dashtlarda chiqqanmiz. Xudoga shukr, rosa yaxshi bo'lyapti. Xursandmiz, minnatdormiz. Mahallamiz xotinlari nomidan, ayollari nomidan, yigitlarimiz, farzandlarimiz nomidan rahmat, tashakkurlar aytamiz. Biz ham qarab turmaymiz, Allohga shukr, qo'limizdan kelgancha obodonlashtiramiz, chiroyli qilib olib o'tiramiz mahallamizni. Mamlakatimizda juda ko'p bunyodkorlik ishlar, obodonchilik ishlar bo'lyapti. Xalqimizni hayotini tubdan yangilash, tubdan yaxshi tomonga o'zgartirish borasida shu xalqimiz infratuzilma obyektlarini yangitdan qurib, ta'mirlab bermoqda. Shuning natijasi o'laroq hurmatli viloyat hokimimiz tashabbusi bilan bizning tumanimizda ham katta o'zgarishlar bo'lyapti, bunyodkorlik ishlar bo'lyapti. Mahallamizda Qashqar mahalla fuqarolar yig'inida aholining ichimlik suvi bilan ta'minotini yaxshilash maqsadida 800 metr ma'nan eskirgan va yaroqsiz holatga kelib qolgan ichimlik tarmog'ini yangilab beryapti. Hurmatli prezidentimizga, viloyat hokimimizga ming rahmatlar aytishyapti. Ushbu ishlar aholini toza va barqaror ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida amalga oshirilmoqda.